Assalomu alaykum o'quvchilar. IDC birinchi qismini ham tugatdik va IDC ikkinchi qismiga ham yetib keldik. Bugun o'sha IDC ikkinchi qismining birinchi mavzusi haqida gaplashamiz, ya'ni ratsional tenglamalar haqida. Xo'p, ratsional tenglamalar, ya'ni ratsional kayfiyatlar qatnashgan darajali tenglamalar. Ya'ni biz bilamiz, kvadrat tenglama ko'rinishi mana bunaqa edi. Ax kvadrat plus bx plus c. Ya'ni IDC birinchi qismini o'sha oxirgi mavzusini darsi mana shunaqa kvadrat tenglama ko'rinishidagi son edi, ya'ni kvadrat tenglamalar haqida gaplashgan edik. Bunda esa ratsional tenglamalar, ya'ni ularning darajasi faqat endi bizda x kvadrat bo'lmaydi. Ularda darajasi yuqori darajali tenglamalar ham qatnashadi. Ya'ni darajasi masalan x ning 10-darajasi qatnashadi yoki x ning 6-si. Ya'ni nima demoqchiman? Darajasi qatnashaveradi. Qanaqa daraja bo'lishidan qat'iy nazar, nechinchi daraja bo'lishidan qat'iy nazar, faqat ularning oldidagi koeffitsientlari ratsional sonlar bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni ratsional koeffitsientlar qatnashgan bo'ladi. Ya'ni irratsional bizda ildiz osti son bo'lib qolmaydi. Masalan, ildiz osti 3 yoki ildiz osti 5 kabi sonlar qatnashib qolmaydi bizda. Ya'ni butun sonlar qatnashadi. Ratsional bo'lgan sonlar qatnashadi. Va o'sha bu narsani ishlashda, ya'ni ratsional tenglamalarda ma'lum bir qonuniyati yo'q-da. Masalan, mana bunaqa tenglama, mana bunaqa formulada ishlanadi degan joyi yo'q. Uni o'sha o'zimiz misolni tuzilishiga qarab yoki misolni o'sha turiga qarab, o'zimizga kelgan yechimiga qarab belgilash orqali yoki shunchaki o'rniga qo'yib yuborish orqali ham hisoblasak bo'ladi. Bu narsalarni tushuntirishda o'sha misollar bilan ko'rgan yaxshiroq. Shuning uchun misollar bilan ishlashga o'tib ketamiz va o'sha misollar ishlash jarayonida, beshikkarali misollar ishlash jarayonida sizlar bilan birgalikda o'sha ratsional tenglamalar qanaqa ko'rinishda bo'lishligi va qanaqa usullarda ishlanishi mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, mavzuni o'tishni boshlaymiz. Davom etamiz o'quvchilar. Misollarni ishlashni boshladik. Xo'p, birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, bizda quyidagi ko'rinishdagi tenglama berilgan, ya'ni buni darajasi 4-darajali tenglama. Ya'ni tenglamani darajasini qanday aniqlaymiz? Eng katta darajasi o'sha tenglamaning darajasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu darajasi 4-darajali tenglama bu. Xo'p, bu x ning 4-si 5x kvadrat plus 4, to'g'rimi? Bu 4-daraja tenglama ishlashni biz o'rganmaganmiz oldin, to'g'rimi? Ya'ni 4-darajani qanaqa ochib chiqish yoki 4-darajaga doir bo'lgan o'sha biz ishlatgan diskriminant tenglamalar bunga tushmaydi. Lekin biz kvadrat tenglamadagi o'sha ishlash usullari tushmaydi. Lekin bu narsani biz kvadrat tenglamaga olib kelsak bo'ladi. Ya'ni qanday qilib olib kelamiz? X ning kvadratini biz t deb belgilab olamiz. Ya'ni ixtiyoriy bir qiymat sifatida belgilaymiz, buni o'zgaruvchi qilib. Ya'ni kichikroq son sifatida. X ning kvadratini t deydigan bo'lsak, x ning 4-si bizda nima bo'lib qoladi? T kvadrat bo'lib qoladimi? To'g'rimi? T kvadrat bo'lib qoladi. Endi x ning 4-si o'rniga t kvadrat qo'yamiz, x ning kvadratini o'rniga t qo'yib yuboramiz. Nima bo'ladi shunda? T kvadrat minus 5t plus 4 teng 0 degan tenglama keladi. Bu o'zimiz bilgan kvadrat tenglama. Buni vektor teoremasini ochib chiqadigan bo'lsak nima bo'ladi? X minus 4 t minus 4 t minus 1 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bundan kelib chiqadi t teng 4ligi 0 ga erishish uchun, bundan kelib chiqadi t teng 1ligi. To'g'rimi? Endi bu bizda yechim emas bu. Hali yechim emas, chunki biz yechimni faqat x orqali topishimiz kerak. X ga bog'liq yechim topishimiz kerak. Demak, t bizda x kvadratga tengmidi? Qo'yamiz o'rniga. X kvadrat teng bo'ladi 4 ga, x kvadrat teng bo'ladi 1 ga. Bundan x teng plus minus 2 chiqadi. X kvadrat teng 1 dan x teng plus minus 1 chiqadi. Bu x teng plus minus 2, x teng plus minus 1 bizda 4 ta yechim bo'ladi. Mana buni birinchi, ikkinchi yechim deydigan bo'lsak, bu 3-chi, 4-chi yechimlar hisoblanadi. Tushundingmi? Mana shunaqa, ya'ni biz 4-darajali darajalar kattatirgan sari ularni biz mana shunaqa belgilashlar kiritib, o'sha kvadrat tenglamaga yoki kubik tenglamaga keltirib ishlanamiz. Ya'ni o'zimiz bilgan soddaroq usulga keltirib ishlaymiz. Belgilash qilib. Tushundingmi? Xo'p, 5-misolda ham xuddi shunday qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham o'sha x ning 4-darajasi qatnashgan, ya'ni 4-darajali tenglama. Xo'p, bunda xuddi mana bu bilan qo'llab yuborgan usulimizni qo'llaymiz. Ya'ni x kvadratni t deb belgilab olamiz. Shunda bizda o'sha aytganimizdek x ning 4-si bizda t kvadrat bo'lib qoladi. X ning 4-darajasi bizda t ning kvadrati bo'lib qoladi. O'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 64 t ning kvadrati plus da 20 ta t plus 1 teng 0 degan tenglama kelib chiqadi. Xo'p, buni 64 t ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, 8 kira 2. Buni demak shunchaki diskriminant formulasini topib olsak ham bo'ladi. Ya'ni t1 t2 ni topadigan bo'lsak.
minus 20 plus minus ilzosida 400 minusda 64 4 ko'paytiradigan bo'lsak 4 kira 4 16 4 kira 6 24 256 mahrajda esa 128 bo'ladi. Xo'p, T1 2 teng bo'ladi minus 20 plus minus. Xo'p, 400 dan 256 ni ayib tashladigan bo'lsak 144 bo'ladi. 144 dan esa 12 chiqadi, to'g'rimi? 12 mahrajda esa 128. Demak, T1imiz musbatda 8 taqsim 128 bo'ladimi? 8 taqsim 128 bu 1 taqsim 16 ga teng. T2miz esa manfiyligini hisoblaydigan bo'lsak, minus 32 taqsim 128 bu minus 1 taqsim 4 ga teng. To'g'rimi? Qaysi? T1imiz minusda ha. X ning T1imiz minus plus beradigan bo'lsak, bizda minus 8 bo'larmidi? Minus 8 bo'lgan bo'lsa, minus 1 taqsim 16 bo'ladi. Bunisi esa minus 1 taqsim 4 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizda T1 bilan T2 bizda x kvadratga tengmidi? Demak, yozamiz. X kvadrat teng bo'lyapti minus 1 taqsim 16 ga. X kvadrat teng bo'lyapti minus 1 taqsim 4 ga. To'g'rimi? Bizda bunaqa narsa bo'lishi mumkinmi qiymatlari? Ya'ni kvadrat son bizda manfiy songa teng bo'lishi mumkinmi? Manfiy songa teng bo'lishi mumkin emas. Demak, bu bo'sh to'plam hisoblanadi. Ya'ni bundan qanday xulosa chiqaramiz? Mana bunga o'zi logikni o'ylaydigan bo'lsak ham, masalan, mantiqiy sifatda o'ylaydigan bo'lsak ham, x ning 4-inchisi bu har doim musbat son, to'g'rimi? X ning kvadrati ham bizda har doim musbat sonmi? Musbat sonlar yig'indisi qachon 0 ga teng bo'ladi? Hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi, to'g'rimi? Ya'ni ularda ayruv yo'q, bir-biriga qarama-qarshilik yo'q. Faqat musbat sonlar yig'indiligicha qoladi, hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. O'shanday qilib ham topsak bo'ladi bo'sh to'plam ekanligini. Xo'p, 10-misolga qaraymiz. Bu tushunarli bo'ldi. Demak, 10-misolga qaraymiz. 16 x ning 8-inchisi 31 x ning 4-inchisi minus 2 teng 0. Bunda ham endi biz x ning 4-inchisini t deb belgilaymiz. Ya'ni ham sodda bo'lishi uchun x ning 4-inchisini t deb belgilaydigan bo'lsak, x ning 8-inchisi bizda t ning kvadrati bo'lib qoladi. Bu t ning kvadrati bo'lganda o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 16 t ning kvadrati plus 31 t minus 2 teng 0, to'g'rimi? Minus 2 teng 0. Xo'p, buni hisoblaymiz. Necha bo'lishi mumkin? Diskriminantga qo'yib yuborsak ham yoki mana bunaqa bo'lishi mumkin. 16 t minusda 1 t plusda 2 menimcha. Minus t 32 t 32 tadan minusdan aytsak 31 t minus 2 shunaqa ko'rinishda ajraydi. Ya'ni bu yerda ham ajratadigan bo'lsak 16 ta minus 1 t plus 2 ko'rinishda ajraydi. Shunda bizda bittasini 0 ga tenglasak t teng 1 taqsim 16 ga kelib chiqadi. To'g'rimi? Ikkinchisini tenglaydigan bo'lsak t teng minus 2 ga kelib chiqadi. Xo'p, shu holda x t ning o'rniga x kvadrat qo'ymasdan turib manfiy javobni chiqarib tashlasak bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni manfiy javobimiz bizda x ning 4-inchisi minus 2 teng bo'lib qolishi kerak. Bizda manfiy javob mumkin emas. Musbat daraja hech qachon manfiy songa teng bo'lmaydi. Shunda x ning 4-inchisi teng 1 taqsim 16 deymiz. Xo'p, bundan qaranglar. Biz boya x ning kvadratida plus minus olayotdik-ku. Buni endi faqat musbatini olamiz. Sababi nimaga? X ning kvadrati teng 1 taqsim 4 olamiz. X ning kvadrati teng minus 1 taqsim 4 olishimizga to'g'ri kelib qoladimi? Agar lekin mana bu javob mumkin emas bizda, to'g'rimi? Manfiy bo'lishi mumkin emas. Shunda faqat musbatini olamiz. Bundan x teng plus minus 1 taqsim 2 ga kelib chiqadi. Ya'ni tenglamamizning yechimi plus minus 1 taqsim 2 ga qanoatlantiradi. Bu tushunarlimi? Ya'ni o'sha biz bilgan kvadrat tenglamaga belgilash orqali keltirib chiqaramiz. Ya'ni soddalashtiramiz misolni. Xo'p, 15-tenglamaga qaraymiz. 15-misolda bizda qaraydigan bo'lsak, bir xil chiroylikgina qilib kvadrat tenglamaga mos berib qo'ygan. Ya'ni 2x + 3 ning kvadrati, mana yerda 2x + 3. Bundan nimani keltirib chiqishim mumkin? 2x + 3 ni qandaydir songa belgilashimiz kerak. Qanday ifoda qilamiz? Masalan, a deb belgilaylik. To'g'rimi? 2x + 3 a deydigan bo'lsak, bu a ning kvadrati, bu a bo'lib qoladimi? Ya'ni tenglamamiz quyidagi ko'rinishda soddalashadi. A ning kvadrati plus 12 ta
ikkita a, ikkitami 12tami 12ta a plyusda 35 teng 0 degan ifodaga keladi, to'g'rimi? Xo'p, endi buni ochib chiqadigan bo'lsak nima bo'ladi? A plyusda 7, A plyusda 5, to'g'rimi? Ko'paytirishga o'tadigan bo'lsak, bet teramasdan. Bundan A teng -7 lik kelib chiqadi. Bundan A teng -5 lik kelib chiqadi. Xo'p, bizda A imizning qiymati nimaga teng edi? 2x + 3 gami? 2x + 3 ni o'rniga qo'yaveramiz. 2x + 3 ni bir marta -7 ga tenglaymiz. Ya'ni A ni -7 ga tenglaganimiz va A ni -5 ga tenglashimiz kerak. Ya'ni 2x + 3 ni -5 ga tenglashimiz kerak. Xo'p, -5 ga tenglaymiz. Shunda 3 ni bu tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 2x teng -10. Bundan esa 2x teng -8 bo'lib yuboradigan bo'lsak, x1 imiz bizda -5 lik kelib chiqadi. X2 imiz esa -4 lik kelib chiqadi. Tushundingmi? Ya'ni o'sha ildizlarni topishda yoki boya aytganimdek, buni bir ma'lum bir qonun qoidasi yo'q. Tushunarlimi? Ya'ni masalan, ba'zi bir darajalar 8-daraja kelib qoladi. Uni masalan x ni 4-chi bilan belgilab olish yokida mana bunaqa ko'rinishdagi ifoda son kelib qoladi. Ya'ni ifoda ko'rinishidagi son kelib qoladi. O'sha ifodani qanaqadir son bilan belgilash orqali qulaylashtirib o'zimizga kvadrat tenglamaga yoki kubik tenglamaga keltiramiz. Kubik tenglamali misollar ham keladi. Ya'ni misol ishlaymiz, hali yana davomida ko'rib ketamiz. Tushundingmi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqa nima misollaring bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 20-misolga qaraymiz. 20-misolda ham ko'rib turganingizdek, boyaga ishlagan misollarimiz bilan deyarli bir xil. Ya'ni bitta ifodaning kvadrati ko'paytirilgan o'sha ifoda plus 36. Ya'ni x kvadrat plus 4x ni har doimgidek t deb belgilaymiz. Ya'ni t emas, buni ixtiyoriy birorta o'zlari xohlagan songa belgilashingiz mumkin. Ya'ni t bilan belgilagan qulayroq bo'lgani uchun t bilan belgilayman. Shunda bizda buning kvadrati t ning kvadrati bo'lib qoladimi? Ya'ni 2t ning kvadrati plus 17t plus 36 teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tenglamaga kelib qoladi. Xo'p, buni ochib chiqadigan bo'lsak, qanday ko'rinishdagi songa ajratish mumkin bu? 36 bizda 12 kara 3 degani, to'g'rimi? 12 kara 3 yokida 4 kara 9 degani 17 18. Bu menimcha quyidagi ko'rinishda ajraydi. 2ta minusda 2ta plyusda. Buni birinchi diskriminantni tekshirib qo'ya qolaylik. T1 T2 qilib. -17 ildiz plus minus ildiz ostida 17 ning kvadrati necha bo'ladi? 17 ning kvadrati, ya'ni oddiy hisoblab qo'ysak ham bo'laveradi. 7 kira 7 119 119 ga 17 289 deb olsak ham bo'lar ekan. 289 minusda 4 kara 36. 72 ni 4 ga ko'paytirgan bo'lsak, 2 ni 4 ga ko'paytiramiz. Bu 288 bo'ladimi? 288 deb yozib qo'yamiz. 288. Hop, mahrajda 4. Hop, T1 2 bizda hop minusda 17 plus minus bu 1, mahrajda esa 4. Bundan T1 musbatini hisoblaydigan bo'lsak, minusda 4, to'g'rimi? T2 manfiyni hisoblaydigan bo'lsak, -18 minusda 90/2 bo'ladimi? Minusda 90/2 bo'ladi. Endi t ni o'rniga tenglayveramiz, ya'ni x kvadrat plus 4x ni. X kvadrat plus 4x teng bo'ladi -4 ga. X kvadrat plus 4x teng bo'ladi -9/2 ga. To'g'rimi? Mana shu yerda sizlarga vazifa, mana shuni oddiy kvadrat tenglamani ishlashni o'rganganmiz. Biz o'tgan mavzuda davomida, to'g'rimi? Mana shu kvadrat tenglamadan mavjud ildizlarni topib qo'yasizlar, bo'ldi. Tushundingmi? Ya'ni oddiy kvadrat tenglama ishlashni usullaridan biridan foydalanasizlar. Xohlasangiz diskriminantga qo'yib, xohlasangiz bet teramasdan foydalanaversizlar. Mana buni o'zida ham masalan quyidagicha foydalanaversangiz bo'ladi. -4 bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, x plus 2 ning to'la kvadratiga kelib qoladi, to'g'rimi? Yokida mana buni bu tarafga o'tkazib olib, 2 ga ko'paytirib, diskriminantlar agar musbat chiqadigan bo'lsa, ikkita yechim 0 ga teng bo'lib qolsa, men uchun bunda 0 ga teng bo'lmaydi. Agar 0 dan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, hech kimga emas deb bu tenglamani tashib ketsalar bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni bular bu sizlarga misol. Ya'ni ishlab tugatib qo'yasizlar. Xo'p, 25-misolga qaraymiz. 25-misolda ham o'sha bir xil ifodalarning kvadrati, ya'ni o'z ko'rinishida
Shunda biz 3x taqsim x plus 1 ni boyaganday qilib birlashtirib kiritib ishlaymiz. Ya'ni t deb belgilaymiz. Shunda bizda ifodamiz t kvadrat minus 5t plus 6 teng 0 degan ko'rinishdagi ifoda keladi. Bundan t minus 2 t minus 3 degan ko'paytirishga ajratamiz. Bundan esa t1 teng 2 t2 teng 3 ga kelib chiqadi. T o'rniga qo'yib yuboramiz 3x taqsim x plus 1 ni. Ya'ni 3x taqsim x plus 1 teng bo'lyapti 2 ga. 3x taqsim 3x taqsim x plus 1 teng bo'lyapti 3 ga. Buni ko'paytirib oladigan bo'lsak, 2x plus 2 teng bo'ladi 3x ga. 3x teng bo'ladi 3x plus 3 ga. To'g'rimi? Xo'p, mana bu tenglikdan 3x qisqarib ketadigan bo'lsa, 0 teng 3 bo'lib qoladimi? To'g'rimi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Buni boshqa yechimga ega emas. Xo'p. Endi buni ko'ramiz. Bunda esa x teng 2 ga kelib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni mana 2x bu tarafga o'tkazib oladigan bo'lsak, ayirib qilib 3x minus 2x bu 2 ga teng bo'lib qoladi x'imiz. Tushundingmi? Xo'p, bu xuddi shunday ishlanadi. Boyagilar bilan deyarli farqi yo'q. Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, 30-misolga o'tamiz. Xo'p, 30-misolda ham bu misollar ratsional tenglamalar ishlaganda, ya'ni kvadrat tenglama ko'rinishida yoki 4-chi, 6-chi darajada ishlaganda asosiy nimani qilishlaring kerak? O'xshash narsalar belgilashga harakat qilishlaring kerak. Ya'ni o'xshayaptimi bir-biriga, bir-birida ichida bor yoki bir-birini ko'rinishiga ega sonlarni belgilash kiritib, ularni yanada osonlashtirib ishlagan ma'qul. Masalan, mana buni ko'raylik. X kvadrat plus x, mana bunda ham x kvadrat plus x bor, to'g'rimi? To'g'rimi? Qaraydigan bo'lsak shunday. Endi yokida mana buni o'zini belgilab turib, buni teskarisiga hisoblab olsak bo'ladi. Ya'ni qanday? Birinchi holda x kvadrat plus x ni t deb belgilaymiz. Shunda mana ko'rinishimiz t ko'paytirilgan t plus 3 bo'ladimi? To'g'rimi? Yokida x kvadrat plus x plus 3 ni t deb belgilasak, to'g'rimi? Mana bu ifodamiz qanday bo'lib qoladi mana bu? X kvadrat plus x. Bu t minus 3 ga teng bo'lib qoladimi? Ya'ni bundan 3 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, buni beradi, to'g'rimi? Buni ifodani o'zi esa t ko'rinishida qolaveradi. Xoh unday, xohlasalaring bunday. Farqi yo'q. Baribir bir xil yechim, bir xil ko'rinishda son chiqadi. Va ishlayveramiz. Birinchi holda ishlab ko'raveraylik. Bunda t kvadrat plus 3t bizda 10 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana bunga. Bundan t kvadrat plus 3t minus 10 teng 0 ga kelib chiqadi. Bundan ko'paytirishga ajratadigan bo'lsak, t plus 5 t minus 2 teng 0 ko'rinishda ajraydi. Bundan t teng minus 5 t teng 2. To'g'rimi? T o'rniga x kvadrat plus x ni qo'yib yuboramiz. Ya'ni x kvadrat plus x teng minus 5 x kvadrat plus x teng 2. Xo'p, hisoblaymiz. X kvadrat plus x plus 5 teng 0. Bundan diskriminantini hisoblaydigan bo'lsak, qaranglar, diskriminanti manfiy bo'lib qoladi. 1 minusda 20 bo'lib qoladi. Bu minus 19 bo'ladi-da, bu 0 dan kichkina bo'lgani uchun bu hol bo'shliq bilan hisoblanadi. Ya'ni buni yechimi yo'q, 0 ga erishtiradigan. Mana buni ko'radigan bo'lsak, bunda x kvadrat plus x minus 2 teng 0, to'g'rimi? Bunda bor, ko'paytirishga ajratsak x plus 2 x minus 1 ga ajraydi, to'g'rimi? Teng 0. Bitta holda x teng minus 2, ikkinchi holda x teng 1. Ya'ni birinchi yechim x minus 2, ikkinchi yechim 1 ga teng. Tushundingmi? Bu o'sha oddiy biz bilgan kvadrat tenglama ko'rinishidagi misol. Tushundingmi? Hop, 35-misolda nimani belgilash kiritganimiz qulay? Qaranglar, 35-misolda lekin bizda x qatnashib qoladi ekan. Mana shu ifodani o'zini belgilaymiz, to'g'rimi? Mana bu ifodani o'zini belgilab oladigan bo'lsak, ya'ni x kvadrat plus x minus 5 taqsim x ni t deb belgilaydigan bo'lsak, bizda mana bu nima bo'lib qoladi? Buni teskarisi soddalashtiradigan bo'lsak, t plus 3 ko'paytirilgan, mana bu 1 taqsim t deganimi? To'g'rimi? Ya'ni surat o'zgarib ketib qoladi-da, mana t dagi o'rniga qo'yadigan bo'lsa, x imiz yuqoriga chiqib ketadi, x kvadrat plus 3 tashqariga o'tib ketadi. Bir xil bo'lib qoladi. Plus 4 teng 0, to'g'rimi? Shunda
Endi hamma tomonni t ga ko'paytirib oladigan bo'lsak nima bo'ladi? T kvadrat plus 3 plus 4t teng 0 bo'ladimi? Bu o'zimiz bilgan kvadrat tenglamay holiga keldi. Buni ajratadigan bo'lsak t plus da 3 t plus da 1 teng 0. To'g'rimi? Shundaymi? Mana bunda t kvadrat plus 4t plus 3 teng 0 ko'rinishga sonmi? Bunda to'g'ri. T plus 1 t plus 3 ko'rinishga ajraydi-da. Teng 0. Bir tasib tega emas, ikkala tarafni ham t ga ko'paytirib yubordik. Buni ham t ga ko'paytirdik. Mana bu 0 ni ham t ga ko'paytirdik. T ga ko'paytiradigan bo'lsak, buni t ga ko'paytirsak t ning kvadrati, buni t ga ko'paytirsak 3 bo'lib qoladi. Buni t ga ko'paytirsak 4 ta qolga ketib qoladi. Oddiy son ko'paytira olamiz. Xo'p, endi bundan t teng minus 1 lik kelib chiqyapti. Bundan t teng minus 3 lik kelib chiqyapti. To'g'rimi? Xo'p, bundan bizda o'zi 35-misolimizni sharti adashmasam, qanday ko'rinishdagi sonlar edi? 35-misolning sharti bizda tenglamaning haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping. Tenglamaning haqiqiy ildizlari ko'paytmasini topishimiz kerak ekan, demak, to'g'rimi? Xo'p, buni o'rniga qo'yaveramiz. X kvadrat plus x minus 5 taqsim x bizga teng bo'lsin minus 1 ga. Buni ko'paytirib soddalashtirsak x kvadrat plus 2x minus 5 teng 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Buni diskriminanti musbatmi? Diskriminanti musbat, to'g'rimi? Diskriminant musbat bo'lgandan keyin bunda yechim bor. Buni yechimlari ko'paytmasi bizda nima bo'ladi? x1 ko'paytirilgan x2. Bu yerda emasdan. Ko'paytmasi nechaga teng bo'ladi? Qaysi songa teng bo'ladi? Minus 5 ga teng bo'ladi. Ikkinchi holda x kvadrat plus x minus 5 taqsim x teng bo'lyapti minus 3 ga. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, x kvadrat plus 4x minus 5 teng 0 bo'ladimi? Bunda ko'paytmasi necha? Buni diskriminanti musbatmi? Musbat. Buni ko'paytmasi necha bo'ladi? Ildizlar ko'paytmasi? Bunda ham minus 5 bo'ladi. O'zgarmaydi qiymati. To'g'rimi? Ya'ni x2 ko'paytirilgan x3 minus 5 bo'ladi. x3 bilan x4 ekan. x3 bilan x4. Minus 5 ga. Bunda ham ko'paytma minus 5, bunda ham ko'paytma minus 5. Bizda tenglamaning haqiqiy ildizlari ko'paytmasini so'rayapti, to'g'rimi? Demak, hammasini ko'paytirishimiz kerak. x1 ni, x2 ni, x3 ni, x4 ni ko'paytirishimiz kerak. Minus 5 ni minus 5 ko'paytiradigan bo'lsak, bizda necha qiymat hosil bo'ladi? 25. Demak, bizda javobimiz 25 ga teng ekan. Ya'ni bu tenglamamizda bizdan ildizlarini so'ramayapti, masalan, ildiz 1 mi, minus 1 mi degan so'ramayapti. Bizda shunchaki masalan, ildizlar ko'paytmasini so'rayapti, xolos. Uning uchun mana bu tenglamaning ildizlar ko'paytmasi bilan bu tenglamaning ildizlar ko'paytmasini topadigan bo'lsak, shunchaki bir-biriga ko'paytirib qo'yadigan bo'lamiz. Tushunarlimi? Ya'ni x1, x2, x3, x4 ko'paytmasini topgan bo'lamiz. Tushunarli bo'ldimi? Endi yana ba'zi bir hollar bor. Masalan, mana bunda ildiz chiqmay qoladi. Ya'ni diskriminant manfiy bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bunda haqiqiy ildiz mavjud bo'lmaydi-da, bo'sh to'plam qolib ketadigan bo'lsa, faqat mana uni o'zini olib qo'ya qolamiz. Tushunarli? Ya'ni ikkita tenglama hosil bo'ladi. Bittasida bo'sh to'plam bo'ladi. Bo'sh to'plam bo'lgan holda shunchaki olib tashlaymiz. Ya'ni uni masalan bo'sh to'plam bo'lsa, oxirdagi sonda ko'paytmasi deb olib ketib qolmanglar demoqchiman. Diskriminantni tekshirish kerak birinchi o'rinda. Tushunarlimi? Diskriminantni birinchi tekshirganda, agar ildizi chiqsa, ya'ni diskriminantimiz musbat bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ildizlar ko'paytmasi mavjud bo'ladi-da. Bo'lmasa ildizlar mavjud bo'lmaydi. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, bemalol do'stlaringiz bilan bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 40-misolga qaraymiz. 40-misolda bizda quyidagi ko'rinishda misol berilgan, ya'ni ko'paytirishga ajratilgan tayyor holdagi tenglama. Endi bundan nimani aniqlashimiz mumkin? Masalan, qaranglar. Mana bundan 2 ga chiqarib yuboradigan bo'lsam, nima bo'ladi? 2x minus 3 ko'paytirilgan x plus 3 teng x plus 3 ko'paytirilgan 3x minus 3 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Buni qisqartirganda bitta narsa qisqartiramiz. Qisqartiramizda x teng minus 3 deb olamiz endi bunda. Sababini aytaymi nimagaligini? Qaranglar, buni qisqartirganda ko'ra mana qilsam tushunarliroq bo'ladi sizlarga. 2 ko'paytirilgan x minus 3 ko'paytirilgan x plus 3 minusda x plus 3 ko'paytirilgan 3x minus 3 teng 0 deb olaylik-da. To'g'rimi? Mana buni x minus 3 chiqarib olsam nima bo'ladi? X plus 3 ko'paytirilgan
2x minus 6 minusda 3x plus 3 ko'rinishda kelib qoladi misol. Teng 0. To'g'rimi? Endi mana buni 0 ga tenglashim kerakmidi? To'g'rimi? X teng minus 3. To'g'rimi? Mana bu 0 ga teng bo'lsa x teng minus 3. Buni soddalashtirsam minus x minus 3 teng 0. Bundan x teng minus 3 ga kelib chiqadimi? Ikkalasi ham x teng minus 3 degan ildiz kelib chiqdi. Tushundingmi? O'shalardan biz bittasini olib qo'yamiz. X teng minus 3 degan bitta yechimini olib qo'ysak, ya'ni umumiy qilib bitta minus 3 degan yechimni olib qo'yamiz. Tushundingmi? Chunki ikkalasi ham bir xil yechim chiqib qolgani uchun. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar ko'payt bizda faqat kasr kelib qolsa boya shunaqa edi. Agar kasr holda turgan bo'lsa ko'paytirib olsa, ikkala tarafda, masalan, to'g'rimi? Bir taqsim qanaqadir mana bu mahrajni tagida qanaqadir ifoda turgan bo'lsa va mana yerda qanaqadir ifoda bilan mahraj tagida turgan bo'lsa, to'g'rimi? Bir taqsim ifoda. Mana shunday ifodamiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak edi, to'g'rimi? Lekin bizda bu ko'paytma holida 0 ga teng bo'lsa bo'ladi-da. Masalan, buni ham 0 degan bo'lsak 0 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytmamiz. 0 teng 0 qonuniyat buzilmaydi. Shuning uchun mabodo ko'paytma holida agar qisqartirib olmoqchi bo'lsanglar, shunchaki mana buni ildizi 0 ga teng bo'lgan ildizini olib qo'ysa xolos. X teng minus 3 degan. Tushundingmi? Bu shunday. Endi 45-misolga qaraymiz. 45-misolda ham bizda quyidagi ko'rinishda tenglama berilgan. Endi buni ham ko'paytirishga ajratamiz, qaranglar. X ning kvadrati minus 4 bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu kvadratga kelsak, a kvadrat minus b kvadrat formulada x ning kvadrati plus 4 ko'paytirilgan. 2x minus 4 teng x ning kvadrati plus 4. Mana bu 2x minus 4 qilmaydi. Mana bundan ham 2 ni chiqarib yuboraylik. Shuni bo'ladi. 2 ko'paytirilgan qavsida x minus 4, x minus 2. To'g'rimi? X minus 2. Xo'p, mana bu x kvadrat plus 4 ko'paytirilgan, mana bundan 3 chiqarib oladigan bo'lsam ham x minus 2 bo'ladi, ko'paytirilgan x plus 2. To'g'rimi? Xo'p, bunda ham boyaga qonuniyat qo'llab yuboramiz. Ya'ni keling, unaqa qonuniyat bilan chalkashmaylik, ya'ni sizlar chalkashlik qilib qolish mumkin. Shunchaki hammasini bir tarafga o'tkazamiz, 0 ga tenglayveramiz. Mana bunday holda ishlaganimiz qulayroq, ya'ni chalg'amaysizlarda. Shuni hammasini bir tarafga o'tkazadigan bo'lsak, x kvadrat minus 4 ko'paytirilgan x kvadrat plus 4 ko'paytirilgan x minus 2 ko'paytirilgan 2 minusda x kvadrat plus 4 ko'paytirilgan, mana bu ham x kvadrat minus 4 beradimi? X kvadrat minus 4 ko'paytirilgan 3 teng 0. Ikkala tarafdan ham x kvadrat plus 4 va x kvadrat minus 4 larni chiqarib tashlaymiz. Nima bo'ladi? X kvadrat plus 4 ko'paytirilgan x kvadrat minus 4 ko'paytirilgan. Qavs ichida mana bu qoladimi? Bu ifoda va mana bu yerda 3 qoladi, to'g'rimi? 2x minus 4 minus 3 teng 0. To'g'rimi? Endi buni 0 ga tenglashimiz mumkinmi? Ifoda 0 bo'lishi mumkinmi? Ya'ni musbat songa musbat sonni qo'shadigan bo'lsak 0 chiqishi mumkinmi? Yo'q, to'g'rimi? Ya'ni mana buni yechimi yo'q. Bizda x kvadrat teng minus 4 degan hol bo'lib qoladi. Tushundingmi? Minus 4 degan hol bo'lib qoladi. Bu esa bo'sh to'plam degani. Buni tashlab yuboramiz shunchaki ildiz sifatida olmasdan. Mana buni oladigan bo'lsak, x kvadrat teng 4 bo'ladi. Bundan x teng plus minus 2 lik kelib chiqadi. Mana bundan 2x minus 7 teng 0 deymiz. Bundan x teng 7 taqsim 2 ligiga kelib chiqadi. Ya'ni 3,5 ga teng. Tushundingmi? Bu xuddi shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Xo'p. Qolgan misollar ham xuddi shunaqa ko'rinishda ishlaysizlar. 50-misolga qaraymiz. 50-misolda ham xuddi shu qonuniyatni qo'llab yuboramiz. Ya'ni shunchaki bo'lmaymiz, masalan, darajalari bir xil deb turib 5-darajaga bo'lib o'rmaymiz. Shunchaki buni bu tarafga o'tkazamiz, chap tarafga. 3x minus 2 7-si minus 3x minus 2 ning 5-si teng 0, to'g'rimi? 3x minus 2 ning 5-sini chiqaraveramiz. 3x minus 2 ning 5-sini chiqaraveradigan bo'lsak, 3x minus 2 ning kvadrati minus 1 qoladi, to'g'rimi? Teng 0. Tushundingmi? Shunda bizda mana buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, darajani ichini 0 ga tenglaymiz. Ya'ni 3x minus 2 ni 0 ga tenglaymiz. Bundan x teng 2 taqsim 3 ga kelib chiqadi. To'g'rimi? Mana bundan-chi 3x minus 2 ni kvadratini 1 ga tenglaymiz. Bundan 3x minus 2 teng bo'lishi mumkin 1 ga yoki 3x minus 2 teng bo'lishi mumkin minus 1 ga. Sababi minus 1 ni ham kvadrati 1 ga teng bo'lgani uchun.
Tushunding? Shundan bu ildizdan x teng 1 ligi kelib chiqadi. Buniki x teng 1 taqsim 3 ligi kelib chiqadi. Tushunding? Ya'ni minus 2 bu tarafga o'tib ketadigan bo'lsa, plus 1, 1 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa, 1 taqsim 3. Tushunding? Endi bizdan adashmasam 50-misolda ildizlar yig'indisini so'ragan. Tenglamaning ildizlar yig'indisini toping debdi. Xo'p, yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 2 taqsim 3 ga 1 taqsim 3 qo'shadigan bo'lsak 1 bo'ladi, 1 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak esa 2 bo'ladi. Tushunding? Xuddi shu holda ishlanadi. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, 55-misolga o'tamiz. 55-misolda ham qaranglar. Mana bu yuqorini ko'paytirishga ajratib ko'ramiz. Ya'ni ko'paytirishga ajratsak 5x plus 1 ko'paytirilgan x minus 1 degan ko'paytirishga ajraydi. Yoki teskarisi. Yo'q, shu xuddi ko'rinishda shu ajraydi ekan. Mahrajda esa 5x plus 1 teng 0, to'g'rimi? Endi qisqartirsak bo'ladi, faqat nima qilishimiz kerak shunda qisqartirganimizda. Qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bizda mahrajimiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni 5x plus 1 imiz bizda teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Bundan x teng bo'lmasligi kerak minus 1 taqsim 5 ga, to'g'rimi? Mana shu yechimni olib qo'yamiz. Mabodo 1 taqsim 5 chiqib qolsa, qolgan paytda ishlaganimizda uni qiymatini olmaymiz. Bizda esa faqat x minus 1 qoladimi? Ya'ni x minus 1 ni 0 ga tenglaymiz. Bundan x teng 1 ligiga kelib chiqadi. Tushunding? O'zi bunday olib qaraydigan bo'lsak ham, kasrni surati 0, mahraj 0 ga teng bo'lmagandan keyin uni surati 0 ga teng bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Surati 0 ga teng bo'lgan qiymatlari x teng minus 1 taqsim 5 bilan x teng 1 qiymati. Lekin mahrajdagi bilan bir xil bo'lib qolgancha biz mahrajni 0 ga tenglamaymiz deganimiz uchun minus 1 taqsim 5 olmay ketamiz. Tushunding? Bu xuddi shunaqa usulda ishlanadigan misollar. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bemalol doskaga yozsang bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. Xo'p, doskaga qaraymiz. 60-misolga yetdik. Xo'p, 60-misolda boyagi misolda aytganimdek, ya'ni bizning mahrajimiz 0 bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Biz oddiy misol ishlaganmiz, tenglamamiz mahrajimiz 0 bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bundan biz nimani keltirib chiqaramiz? X kvadrat minus 4 ni 0 ga teng emasligiga keltirib chiqaramizmi? Bundan x imiz teng bo'lmasligi kerak plus minus 2 ga. Shunday holda, mana shu oraliqni olamizda mahrajni tashlab yuboramiz. Ya'ni mahrajni tashlab yuboramiz. Yuqoridagi bilan qisqartiramiz. Yuqoridagi bilan qisqartsak, yuqorida bizda x kvadrat plus 4 qoladimi? Teng 3x plus 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Buni soddalashtiramiz. X kvadrat minus 3x plus 2 teng 0 ko'rinishiga soddalashtiramiz. Shunda bizda x minusda 2, x minusda 1 degan ko'paytirishga ajraydi bu. Vetiramasdan, to'g'rimi? Bundan kelib chiqadi x teng 2, bundan kelib chiqadi x teng 1. To'g'rimi? Biz x teng 2 degan yechimini qabul qilmaymiz. Sababi u bizda aniqlash sohaga kirmaydi. Ya'ni o'tgan darsda ham o'tgan edik, o'sha aniqlash sohani, ya'ni x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari. To'g'rimi? Bizga x imiz minus 2 bilan plus 2 qabul qilmasin deyapti. Ya'ni mahrajimiz 0 bo'lib qolmasligi kerak. Shu sababli x imiz teng 2 degan yechimni olmaymizda, faqat x teng 1 degan yechimni olamiz. Shunda tenglamamizning yechimi faqat x teng 1 deb bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, 70-misol bilan davom etamiz. 70-misolga qaraydigan bo'lsak, bizda darajalari bir xil, to'g'rimi? Masalan, bu ham 9-daraja, bu ham 9-daraja. Biz ikki xil narsa qilishimiz mumkin, qaranglar. 9-daraja bizda masalan toq darajalar bor. Minus sonning toq darajasi nima son bo'ladi? Minus son bo'ladi, to'g'rimi? Juft minus sonning juft darajasi 8. Musbat bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bizda mana buni ichidagi son, mana buni ichidagi son bir-biriga teng bo'lgan holi bo'lishi mumkin. Shunchaki tashlab yuboramiz, to'g'rimi? Shunchaki tashlab yuboramiz. Ya'ni x kvadrat plus 1 teng bo'lishi kerak 3 plus x ga. Ya'ni nimani aytmoqchiman? Bizda ishlar edik-ku, masalan, mana hol bo'lib qolsa, x plus 1 ning 4-inchisi teng x 2x plus 1 ning 4-inchisi. Juft son, to'g'rimi? Endi qaranglar. Mana bu x plus 1 yoki mana 2x plus 1larimiz, aytaylik mana bunisi musbat son. Mana bunisi esa manfiy son. Bo'lishi mumkinmi? Bir-biriga teng? Bir-biriga teng bo'lishi mumkinmi? Sababi 4-darajalar bular ikkalasi ham musbat qilib yuboradi. Mumkin, to'g'rimi? Lekin toq narsa uni qila olmaydi.
agar mana bu musbat son bo'ladigan bo'lsa, mana manfiy son bo'la olmay qoladi. Tushundingmi? Shunaqa bo'lib qolishi mumkin holati. Endi buni ham o'sha holatdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni x kvadrat plus 1 imiz bizda har doim musbat son-ku. To'g'rimi? X kvadrat plus 1 hech qachon bizda manfiy bo'la olmaydi, to'g'rimi? Manfiy sonni musbat sonni har doim tog' darajasi yoki juft darajasining ahamiyati har doim musbat bo'ladi, to'g'rimi? Musbat sonning juft darajasi ham tog' darajasi ham musbat bo'ladi. Shunda x kvadrat plus 1 ni 3x plus 3 plus x ga tenglaymiz. Bundan soddalashtiradigan bo'lsak, x kvadrat minus x minus 2 teng 0 degan tenglama kelib chiqadi. To'g'rimi? Bundan x minus 2 x plus 1 teng 0, to'g'rimi? Bundan kelib chiqishi mumkin x teng 2, bundan kelib chiqishi mumkin x teng minus 1. To'g'rimi? Ildizlarimiz. Endi minus 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 2 minus 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 2. 2 ni 9-inchisi teng 2 ning 9-inchisiga. 2 ni qo'yamiz. 2 ni qo'yadigan bo'lsak 5, to'g'rimi? Ya'ni x kvadrat plus 1 5 ga teng bo'ladi. 3 plus x ham 5 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? 5 ning 9-inchisi 5 ning 9-inchisiga teng bo'ladi. Mabodo mana bunaqa qolib ko'raylik. X ning kvadrati plus 1 ni minus 3x minus x ga teng deb ko'raylik. Eslaringdan modul ochganimizda mabodo ikki tomondan modul kelib qoladigan bo'lsa, bittasini musbat yoki manfiy qilib ochardik, to'g'rimi? O'shanaqa holiga misol qilib ko'raylik, masalan, bittasi mana bu sonni manfiyga teng bo'lsin yoki musbatiga teng bo'lsin. Yoki teskarisi qilaylik, sababi mana x kvadrat plus 1 har doim bizga musbat soni, lekin mana bu ham musbat chiqib qolishi mumkin. Shu sababli shunchaki ochib ko'raylik, qani. X kvadrat nima bo'ladi? Plus x plus 4 bo'ladi, teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda bizda diskriminantimiz nimaga teng mana bu holda? Diskriminantimiz musbatmi, manfiymi? Ya'ni 1 ning kvadratidan minus 16 ni ayirsak manfiy bo'ladi. Bu bo'sh to'plam degani. Tushundingmi? Ya'ni bu holimizda yechim chiqmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Agar juft daraja kelmasa, faqat tog' daraja kelsa, shunchaki tashlab yuborasizlar. Bir tarafiga minus berish yo'q. Shunchaki tashlab yuborasizlar. Shundagina yechim kelib chiqishi mumkin. Qolgan masalan buni manfiy qiladigan bo'lsak, musbat qiladigan bo'lsak, chiqmay qolishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir misollarda o'xshab qoladi. Ya'ni misol tuzilishi shunaqa bo'ladiki, minus qo'ysang ham chiqadi degan misollar. Shu sababli birinchi minus ham qo'yib ko'ringlar. Agar aniq bo'lmasa. Bizda mana bu x kvadrat plus 1 har doim musbat bo'lgani uchun shuning uchun tashib ketsak ham bo'lar edi. Ya'ni manfiy son qilmasdan. Tushundingmi? Xo'p, keyingisi 65-misolga qaraymiz. 65-misolda x minus 5 taqsim x minus 2, 2 taqsim bunday ko'rishdagi misol bergan. Xo'p, bundan qiladigan ishimiz umumiy maxraj berish ham bizda variant hisoblaymiz, mayli. Undan oldin nima qilamiz qaranglar. Buni qo'shib olaylik. Chunki maxrajlar bir xil. To'g'rimi? 3x ga x ni qo'shadigan bo'lsak, 4x minus 5 ga minus 3 qo'shadigan bo'lsak, minus 8. Maxraj esa x minus 2. Tushundingmi? Plusda mana bu turaveradi. 2 taqsim x plus 2 teng 9 taqsim 2. 4 ni chiqarib yuboramiz. X minus 2 taqsim x minus 2 plus 2 taqsim x plus 2 teng 9 taqsim 2. To'g'rimi? Hop, qisqartiramiz, x tegamiz 2 deb olib ketamiz. Hisob maxraj 0 bo'lishi mumkin emas. Chunki bizda tenglama mana bu-da, biz uni keyinchalik soddalashtiryapmiz. Biz chiqargan javobimiz mana bunga qo'ysak to'g'ri kelish kerak. Soddalashtirganimizga emas, tushunyapsizmi? Ya'ni birinchi holiga to'g'ri kelish kerak. Minus 2 ga teng emas. Endi shunda nima bo'ladi? 4 plusda 2 taqsim x plus 2 bizda 9 taqsim 2 ga teng bo'ladimi? Soddalashtiramiz. 2 taqsim x plus 2 teng bo'ladi. Buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam 1 taqsim 2 ga. Bundan x nima bo'lish kerak? Plus 2 teng bo'lish kerak 4 ga. To'g'rimi? Bundan x teng bo'lish kerak 2 ga. To'g'rimi? Endi qaranglar. X teng bo'lish kerak 2 ga, lekin bizga x teng bo'lmasligi kerak 2 ga. Buni masalan bo'sh to'plam mana bunaqa hol ola olmadinglar deylik, tasavvur qilinglar. Mana bunaqa hol ola olmadik, tushunmadik deylik. Masalan, bu narsani bilmasalaring. Shunchaki ishlab ketdilaring, shunchaki mana buni qisqartirib. X teng 2 degan javob chiqardilaring. Buni qanday qilib tekshirib ko'rasizlar? O'rniga qo'yib olish kerak. Mana bu yoqqa qo'yasizlar. Shuni olib kelib qo'yib qarasalaring, maxraj 0 bo'lib qolyapti. Bizda sonni 0 ga bo'lish mumkin emas. Bu noaniqlik. 0 bo'lmaydi, noaniqlik bo'ladi. Uni aniqlab bo'lmaydi. Sonni 0 ga bo'ladigan bo'lsa. Demak, bu narsani yechimga ega emas deb shuncha qilib ketsalang bo'ladi.
Chunki savol bizda bitta yechim chiqib qolsa, shunchaki bitta yechimni shunchaki qo'yib ko'rsalaring ham bo'ladi. Agar ikkita uchta yechim chiqadigan bo'lsa, o'shalar orasidan aniq sohani chiqarib tashlaysizlar, kirmaydiganlarni. Tushundingmi? Bu shunday. Qiymatlari yechimi bo'lsa bilan hisoblanadi. Ya'ni bu to'qsonlik hech qachon qiyin bo'lmaydi. Mana misollarda. Tushundingmi? Bu misollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqani yozing. Davom etamiz o'quvchilar. Xo'p, 75-misolga qaraymiz. 75-misolda bizda shunaqa bir nima desa bo'ladi? Qulay usulda ishlash usuli bor. Ya'ni ko'rib turibsizlar, masalan, bu yerda bu sonlar juda ham kvadrat ko'rinadi. Juda ham nima deydi? Ko'p amal borga o'xshab ko'rinadi, to'g'rimi? Juda ham ko'p amal borga o'xshab ko'rinadi. Endi mana shu yerda bitta zo'r ifodani ko'ramiz, qaranglar. Qaraydigan bo'lsak, mana bu 4x kvadrat plus 10x, 2x kvadrat plus 5x, 2x kvadrat plus 5x, mana 6x plus 6x kvadrat plus 15x. Nima o'xshayapti? Buni 3 ga ko'paytirsak, mana buni beryapti. Buni 2 ga ko'paytirsak, mana buni beryapti. To'g'rimi? Shunaqa qilib belgilasak ham bo'ladi. Ya'ni 2x kvadrat plus 5x ni deb belgilasak ham bo'ladi. Yoki-da qaranglar. Mana shuni o'zini to'liq belgilaymiz, eng kichkinasini. Ya'ni 2x kvadrat plus 5x plus 1 ni belgilaymiz, mana yerda t deb. To'g'rimi? Uni 2 ga ko'paytirsak, nima bo'ladi? 4x kvadrat plus 10x plus 2 teng t bo'ladi. Mana shu t ga 2t bo'ladi degani. To'g'rimi? Mana shu 2t ga 7 ni qo'shib oladigan bo'lsak, yuqoridagi sonni beradi, to'g'rimi? Ya'ni 2t plus 7 bo'lib qoladi. Mahrajda esa bunga 3 ni qo'shib qo'yamiz. T plus 3. To'g'rimi? Plusda buni o'zini t dedik. Mahrajda buni o'zi nima bo'ladi? 3 ga ko'paytiramiz. 6x kvadrat plusda 15x plusda 3 teng 3t ga, to'g'rimi? 3t. Mana bu 3t, mana bu 6, to'g'rimi? 3t plus 6 bo'ladimi? To'g'rimi? Mana bu 8, to'g'rimi? 8 bo'lgan 3t plus 5 bo'ladi, to'g'rimi? 3t plus 5. To'g'rimi? Shunda buni 3t plus 5 deb belgilab olamiz, teng 2 deymiz. Tushundingmi? Ya'ni sodda yo'lda. Shunda endi bu bizda kichkinagina oddiy tenglama ko'rinishi keladi. Shunchaki ko'paytirib yuboramiz. Buni ko'paytiramiz 3t plus 5 ga. Buni ko'paytiramiz t plus 3 ga. Buni ko'paytiramiz 8 dan 3 ni ayirib tashlasak 5. Ana shuning uchun 5 dedim. Tushundingmi? Endi buni t plus 3 ko'paytirilgan 3t plus 5 ga beramizda. Ko'paytiraveramiz. Shunda ko'paytirsak 6t kvadrat 3 kere 7 21 plus 31 t plusda 35 ga plusda t kvadrat plus 3t teng 3t kvadrat 6t kvadrat minus 9t 14t plus 28t 3 kere 5 15 30 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Hop, 6t kvadratlar qisqaradi. Bizda nechta bo'lyapti? 3t ga 31t. Mana t kvadrat o'zi qolyapti. 34t, 34t dan 28t ni ayirib tashlaydigan bo'lsak necha bo'ladi? Minus plus 6t bo'ladi. 35, 35 dan 30 ayirib tashlaysak plus 5 teng 0. Buni ochib chiqadigan bo'lsak t plus 5 t plus 1 teng 0. To'g'rimi? Bu teramasdan. Endi t ni o'rniga biz qo'yib yuboramiz mana bu ifodani. Qo'yib yuboradigan bo'lsak 2x kvadrat plusda 5x plus 6 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 5 qo'shsak bu 2x kvadrat plus 5x plus 2 bo'lib qoladi. Bir qo'shib oladigan bo'lsak. Teng 0. Xo'p, birinchi bo'lib diskriminantiga qaraymiz. Buni diskriminanti musbatmi, manfiymi? 25 dan ayirib tashlaymiz 48 ni. Manfiy, qo'shib to'plam. To'g'rimi? Buni hisoblaymiz. 25 dan ayirib tashlaymiz 16 ni. Musbat. Demak, bu o'sib turadi. Ya'ni 2x plus 1
x plus 2. To'g'rimi? Ya'ni 2x, 4x, 5x bo'ladi teng 0. Buni hisoblaymiz. X teng minus 1 taqsim 2. Buni hisoblaymiz. X teng minus 2. To'g'rimi? Endi buni yechim deb oldin bitta savol qilaylik. Lekin buni tekshirib ko'rishimiz uchun biz mana bu yoqqa qo'yishimiz kerak edi. To'g'rimi? Endi minus 2 qo'yaveramiz. Minus 2 qo'yadigan bo'lsak, ildizlarimiz 0 bo'lib qolishi mumkinmi minus 2 qo'yganimizda? Minus 30, to'g'rimi? Masalan, minus 30 bu 4 kar 6 24, 32 musbat. 0 emas. Minus 10, minus 10 4 kar 2 8 12. Bu ham musbat. Manfiy emas. Minus 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak, bu minusda 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Minus 5 taqsim 2. Bu 4 taqsim 4 o'zi. To'g'rimi? Katta bo'lyapti, to'g'rimi? Sizdan 2,5 mana bu musbat. Demak, bu ham 0 emas. Minus 1 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak, bu minus 15 taqsim 2 7,5 ga teng. Minus 7,5. Minus 7,5 ni 3 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsa, minus 1,5. Bu 8. To'g'rimi? 9 musbat bo'lyapti. Bu ham 0 ga teng emas. Demak, ikkala yechimni ham olib qolamiz. Yana aytmoqchi bo'lganim, o'sha topgan ildizlarimizni mana bu yerga qo'yib ko'rishimiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi aniqlashsa qolib ketgandan ko'ra chiqqan javoblarni shuncha qo'yib qo'yganimiz osonroq bo'ladi. Agar maqlash yo'l bo'lib qolmasa. Tushundingmi? 80-misolda davom etamiz. 80-misolda quyidagi ko'rinishda tenglama berilgan. Endi biz boya ifodalarni soddalashtirganda faqat bittasini belgilab ishladik, to'g'rimi? Faqat bittasini belgilamiz. Masalan, bitta ifodani belgilab t deb qolganlarga bog'ladik. Endi bundan kelinglar, bittani emas, sababi buni o'xshatish qiyinroq bo'lyapti. Bittani emas, ikkitani belgilaymiz. Ya'ni qanday? X kvadrat minus x ni a deymiz. 3x kvadrat minus 4x ni b deymiz. To'g'rimi? Shunda belgilashlarni hisoblasak, a plusda 2 taqsim b plusda 2 teng a plusda 3 taqsim b plusda 3. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Endi ko'paytira oladigan bo'lsak nima bo'ladi? Proporsiya ko'rinishida buni bunga ko'paytirsak. AB plus 2b plusda 3a plusda 6 teng bo'lyapti. AB plusda 3b plusda 2a plusda 6 ga. To'g'rimi? Endi AB bilan AB qisqaradi. 6 bilan 6 qisqarib ketadi, to'g'rimi? Ayrimi bo'lib o'tgandan keyin. Qisqarib ketadi. Endi bizda nima qolyapti? 2b, 3b, 3a, 2a. 2b ni bu tarafga, a ni bu tarafga o'tkazamiz. 3a minusda 2a teng bo'ladi 3b minusda 2b. To'g'rimi? Bundan nima kelib chiqadi? A teng b-ligi. To'g'rimi? Biz a bilan b nima deb ifodalagandik? X kvadrat minus x teng bo'lyapti 3x kvadrat minus 4x ga. To'g'rimi? Soddalashtiramiz. Bularni bu tarafga o'tkazib olaylik. 2x kvadrat bu tarafga o'tkazsak minus 3x teng 0 bo'lyapti. To'g'rimi? 0 bo'lyapti. Endi x chiqarib olsak, 2x minus 3 teng 0. Bitta ildizi x teng 0 degan, ikkinchi ildizi x teng 3 taqsim 2 degan, to'g'rimi? Mana buni qaraydigan bo'lsak, diskriminanti agar 0 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda ifodaning qiymati o'zgarmaydi, to'g'rimi? Maxraj bo'lib qolmaydi. 3 taqsim 2 qo'yib yuboradigan bo'lsak, 9 taqsim 4, to'g'rimi? 27 taqsim 4 bo'ladi. Bu minusda bu 6 bo'ladi, minus 8. Bu katta son bo'ladi, to'g'rimi? 3 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak ham qanaqa qilyapti? 0 bo'lib qolmayapti. Demak, buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Bu ham qanaqasin turadi. Tushundingmi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, doskani olib so'rading bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 85-misolga qaraymiz. Bunda bizda shartida 85-da ham 90-misolda ham tenglamaning ratsional yechimlar yig'indisini so'rayapti. Ya'ni ratsional sonlar bo'lgan yechimlar yig'indisini so'rayapti. Xo'p, bunda nima qilamiz? Qaraydigan bo'lsak, biz x plus 1 taqsim x ni t deb belgilasak-da 85-misolda. Uni kvadratga oshirsak nima bo'ladi? T kvadrat teng bo'lib qoladi. X kvadrat plus 2 plus 1 taqsim x bo'lib qoladimi? Sababi o'rtada 1 taqsim x kvadrat. To'g'ri? O'rtada 2 ko'paytirilgan
x ko'paytirilgan 1 taqsim x bo'lgani uchun bular qisqarib 1 bo'lib ketib qoladi-da. Tushundingmi? Shuni hisoblasak, demak bizda t ning kvadrati teng x kvadrat plus 1 taqsim x ning kvadrati plusda 2 ekan, to'g'rimi? Endi biz mana plus 2 ni olishimiz kerak, mana buni t kvadrat deb belashimiz uchun, to'g'rimi? Mana unga bitta 2 qo'shamiz. Bunday qilamiz. X kvadrat plus 1 taqsim x kvadrat plus 2 deymiz. Plusda 2 ko'paytirilgan x plus 1 taqsim x. Mana bu 2 ni yo'qotish uchun buni minus 8 qilib qo'yamiz. To'g'rimi? Minus 8 qiladigan bo'lsak, minus 8 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 6 ni beradi. Tushundingmi? 0. Endi buni t kvadratga keltiramiz. T kvadrat bo'ladi plus 2t minus 8 teng 0. To'g'rimi? Buni hisoblaydigan bo'lsak, t plusda 4, t minusda 2 teng 0. Bundan t teng minus 4, t teng 2. To'g'rimi? Endi mana buni t deb belgilab olgan bo'lsak, bizda mana bu x kvadrat plus 1 taqsim x ning kvadrati plus 2 mana bu narsa t ning kvadratiga teng bo'lib qolgan ekan. T ning kvadratiga qo'yib olamiz o'rniga. T ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan t minus 8 teng 0. To'g'rimi? Endi buni ko'paytirishga ajratsak t plus 2 t minus 4. Demak t minus 4 bo'lishi mumkin, t 2 bo'lishi mumkin. O'rniga qo'yamiz. Ya'ni x plus 1 taqsim x teng minus 4 deymiz. X plus 1 taqsim x teng 2 deymiz. Bunda shunchaki x ni kvadratga ko'paytirib mahal yuraveramiz. X kvadrat bu 4x bo'ladi. To'g'ri minusda bu tarafga o'tkazsam plusda 4x plus 1 teng 0 bo'ladi. Bunda x kvadrat minusda 2x plus 1 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana bu tenglamamiz bizda ildizidan diskriminantdan son chiqadimi? Butun son. Manfiy emas. Musbat bo'ladi. Sababi 16 minus 4 bo'ladi, 12 bo'ladi. Lekin 12 ildizdan chiqaradigan bo'lsak bizda irratsional son hosil bo'lib qoladi 2 ildiz osti 3, to'g'rimi? Bizdan ratsional ildizini so'rayapti, to'g'rimi? Ratsional ildizlar yig'indisi. Demak, mana bunda faqat irratsional son chiqib qolar ekan, mana 2 ildiz osti 3 qatnashib qoladi ekan. Demak, biz buni olmaymiz. Masala shartiga nisbatan olmaymiz, lekin yechimi bor buni. Yechimi bor. Lekin masala shartida bizda faqat ratsional yechimlarini so'rayapti. Ratsional degani butun sonlar o'sha ildizidan chiqish kerak-da, mana bu sonlar. Ildiz osti son bo'lib qolmasligi kerak. Tushundingmi? Shunda x kvadrat minus 2x plus 1 bizda nimani to'la kvadrati? X minusda 1 ning to'la kvadratiga teng. Teng 0. Bundan x teng 1 lik kelib chiqadi. Tushundingmi? X teng 1 lik kelib chiqadi. X teng 1 bo'lganda bizda tenglamaning ildizi ham 1 bo'ladi. Demak, faqat ratsional yechimi faqat bitta 1 ga teng. Tushundingmi? Bu shunday. Endi 90-misolga qaraydigan bo'lsak, 90-misolda ham biz buni ratsional yechimlarini topishimiz kerak ekan. Kelinglar, mana bunday qilaylik. Xo'p, nimani to'la kvadratga keltirishimiz mumkin yoki-da nimani umumiy mahal sifatida olib ketishimiz mumkin. O'sha narsani sinab ko'raylik. Birinchi Xo'p, mana bunday qilaymiz. X ning 4-inchisi, to'g'rimi? Plus x kub deymiz. Plusda x kub. Yo'q. Bunaqa emas. Mana qilamiz. X ning 4-inchisi. X ning 4-inchisi minusda x ning kubi plusda 3x kub minusda 9x kvadrat minusda minus 3x kub bo'ladigan bo'lsa minusda 9 minusda 3 x ning kvadrati minusda bu nechta bo'ladi? 9 ta bo'ladimi? Yo'q. 8 ta x ning kvadrati plusda 8x kvadrat plusda 8x
minusda 4x plus 4 teng 0. Sababi nima qildim qaranglar. Mana bunaqa darajali tenglamalarda 4-chi, 5-chi daraja tenglama kelib qoladi-yu. Oxiridagi koeffitsiyentga qaraysizlarda, oxiridagi koeffitsiyentni natural bo'luvchilari chiqib qoladi-yu. Masalan, natural bo'luvchilar, 4 natural bo'luvchilar nechi bor? Natural bo'luvchilar emas, shunchaki bo'luvchilar qarasalaringiz bo'ladi. Masalan, plus minus musbat 1, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 bor, to'g'rimi? Mana shu 6 ta ildizdan qo'yib ko'rasizlar. Masalan, bir shunda agar 0 bo'ladigan bo'lsa, demak tenglama quyidagi ko'rinishda, masalan, x minusda o'sha qo'yib ko'rgan sonlar n bo'ladigan bo'lsa, x minusda n ko'rinishidagi son chiqadi degani. Umumiy tashqariga. Tushunasizlar? Ya'ni umumiy tashqariga chiqib ketadi bu tarafga degani. Qanday qilamiz qarang. Men 1 qo'yib ko'rdim. 4 bo'luvchisi 1, to'g'rimi? 1 qo'yadigan bo'lsak 1 plus 2, 1 ga 2 ni qo'shsak 3 bo'ladi. 3 ga mana bu ham 4, mana bu ham 4, 8 bo'ladi, 11 bo'ladi, to'g'rimi? Bu mana minus 11. 11 dan 11 deb aytsak 0. Demak, meni tenglamam x minus 1 degan ko'paytuvchi tashqariga chiqib ketar ekan. Tushunasizmi? X minus 1 degan tashqariga chiqib ketadi. Sababi mana x teng 1 bo'ldi-yu, 0 ga aylantirib oladigan. To'g'rimi? Chiqib ketadi ekan. Endi shunda xuddi shu holda ko'paytuvchiga ajraydigan qilib ajratib oldim sonlarini. Bundan x ning kubini chiqarib olamiz. X minus 1 bo'ladi. Plus bundan 3x kvadrat chiqarib olamiz. X minus 1 bo'ladi. Ko'ryapsan, hammasi x minus 1 paydo bo'ldi. 8x ni chiqaramiz. X minus 1 bo'ladi. 4 ni chiqaramiz. X minus 1 bo'ladi. Teng 0. X minus 1 tashqariga chiqarib olamiz. X minus 1 da hammasini chiqarsak, x ning kubi plus 3x kvadrat minus 8x minus 4 teng 0. To'g'rimi? Tushundingmi? Endi qaranglar. Mana buni ichidagi narsani biror narsaga o'xshatib ko'raylik. O'xshashi mumkinmi? O'xshamayapti. Chunki ko'rsalaring, chiqarsalaring bir xil topsalaring qiyin, to'g'rimi? Chunki yana hozirgi usulda qo'llaveramiz mana buni. Bo'luvchilar 1 qo'ysak qanoatlantiradimi? 1 plus 3 4 bo'ladi. 4 bilan 4 qisqarib ketsa 8, 0 bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi nechi? Minus 1. Minus 1 qo'yadigan bo'lsak bo'ladimi? Mana bu minus 1, bu 3, mana bu 8. O'xshamaydi, katta chiqib ketadi. 2 beramiz. 8 plusda 12, minusda 16, minusda 4. Qaraydigan bo'lsak 0 chiqadi. To'g'rimi? Demak bizdan nima berdik? 2 berdikmi? X minus 2 degan tenglamaga chiqarishga harakat qilishimiz kerak ekan. Yozamiz. X minus 1 ko'paytirilgan. X ning kubi nima bo'lishi kerak bu yerda? Minusda 2x kvadrat bo'lishi kerak, to'g'rimi? X ning kvadrat chiqarishimiz uchun x minus 2 hosil qilishimiz kerak edi, tushunyapsizlarmi? Hosil qilishimiz kerak. Shunda nima bo'ladi? Minus 2x kvadrat-ku. Buni 3x kvadrat keltirish uchun necha qo'shishimiz kerak? Plus 5x kvadrat qo'shishimiz kerakmi? Endi 5x ni tashqariga chiqarganimizda 2 paydo bo'lib qolish uchun mana yerda 10x bo'lish kerakmi? To'g'rimi? Endi mana bu minus 10x bo'lib qoldi. Buni 8x ga keltirish uchun nima qilishimiz kerak biz? Plusda 2x qo'shishimiz kerakmi? Plusda 2x qo'shishimiz kerak. Va minus 4 teng 0. Ko'rlaring endi ajraydi. Tenglamadan chiqadi. Bundan ham x minus 2, bundan ham x minus 2, bundan ham x minus 2 chiqadi. To'g'rimi? X minus 2 chiqib ketadi. Shunda x minus 1 bundan x minus 2 ni birato'la chiqarib olaraman. Bunda x kvadrat qoladi. Bunda 5x qoladi. Bunda 2 qoladi. Teng 0. To'g'rimi? Endi mana buni ildizga qaraydigan bo'lsak nima bo'ladi? 25 minus 8. Bundan ham ildiz chiqadimi? Yo'q. Chiqadi-ku. 25 minus 8 ildiz ostida musbat son. Faqat ratsional son chiqmaydi bundan, to'g'rimi? Ratsional son chiqmaydi diskriminantda. Diskriminantdan hisoblaydigan bo'lsak 25 minus 8 bo'lib qoladi-da 17 bo'ladi. 17 dan esa ildiz chiqmaydi bizda, to'g'rimi? Ratsional son qatnashib qoladi. Demak, bizda faqat 1 bilan 2 ni olishimiz mumkin. Ya'ni x teng 1, x teng 2 degan yechimini olamiz. Ulardagi yechimlar yig'indisi esa 3 ga teng. Tushundingmi? Ya'ni 3 ga teng. Ya'ni ratsional ildizni topishga harakat qilishimiz kerak. Ratsional ildiz bo'lishligi uchun mana ko'paytuvchiga ajrab qoladi. Sababi ratsional bo'lganligi butunda u. Diskriminantda butun son chiqqandan keyin butun son paydo bo'ladi. Butun songa ajratish kerak. Lekin mana bular butun songa ajramaydi.
ildizidan ildizli son paydo bo'lib qoladi. Tushundingmi? Tushunli bo'lgan bo'lsa, doskani o'qisangiz bo'ladi. Davom etamiz o'quvchilar. 95-misolga qaraymiz. 95-misolda ham o'sha boyagi ishlagan misollarimiz kabi belgilash kiritib ishlashimiz kerak. Ya'ni, endi bunda biroz boshqacha ideya bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda 4x kvadrat bor, to'g'rimi? Ya'ni 4x kvadrat hosil bo'lib qoladi. Ya'ni x kvadrat hosil bo'lib qoladigan jarayonga olib kelishimiz kerak-da. Endi o'ylashimiz mumkin, mana bu x kvadrat minus 2x yoki x kvadrat minus 6x ni qandaydir belgilash kiritib ishlasak bo'ladi deb o'ylashlaring mumkin yoki-da mana bu xuddi o'sha mana bu ifodani bunisiga qiyoslab ishlashimiz mumkin deb o'ylash mumkin. Lekin bunda boshqacha ideya. Bunda mana bu bilan buni bitta ifodada belgilaymiz. Ya'ni x kvadrat plus 3 ni qandaydir t ko'rinishida belgilaymiz. Shunda bizda ifodamiz qanaqa bo'ladi? T minusda 2x ko'paytirilgan t minusda 6x bo'ladi, to'g'rimi? Mana bular. Plusda 4x kvadrat teng 0. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, t kvadrat minusda 8xt plusda 12x kvadrat, to'g'rimi? Plusda 4x kvadrat teng 0 bo'ladi, to'g'rimi qiymati? Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, t kvadrat minus 8xt plus 16x kvadrat teng 0, to'g'rimi? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, masalan, mana bu x ni yo'q deb tasavvur qiladigan bo'lsak-da, mana bu x ni shunchaki t ning kvadrati minus 8t plus 16 teng 0 degan teng nima? Mana shu nimaga keladi? Nimani to'la kvadrati? Bu t minus 4 ning to'la kvadratimi? To'g'rimi? Buni ochib chiqadigan bo'lsak, t kvadrat minus 8t plus 4 ning kvadrati 16 bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'sha bilan bir xil ko'rinishda. Endi faqat bizda x qatnashgan uchun, demak 4 ni ham 6x qilib qo'yamiz-da. Ya'ni bu bizda t minusda 4x ning to'la kvadratini beradi. Tushundingmi? Shunda mana bu to'la kvadrat keladi. Endi t ni o'rniga x kvadrat plus 3 ni qo'yib qo'yamiz. X kvadrat plus 3 minusda 4x ning to'la kvadrati teng 0, to'g'rimi? Endi shunchaki kvadratni yo'q qilamiz, sababi ichkaridagi narsa 0 bo'lsa bo'ldi. Bizda qiymatimiz 0 ga teng. Shunda buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x kvadrat minusda 4x plus 3 teng 0. Buni v teoremasini ochadigan bo'lsak, x minusda 3 x minusda 1 teng 0. Bundan kelib chiqadi bitta ildizimiz x teng 3, bitta ildizimiz x teng 1 ligiga kelib chiqadi. Tushundingmi? 3 va 1 bizda shu tenglamaning ildizlari hisoblanadi. Tushunli bo'ldimi? Endi 100-misolga o'tamiz. 100-misolda ham qarab ko'rib turganimizdek, bizda qaranglar. Mana bundan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, nima bo'ladi? X kvadrat plus 2x to'la kvadrati plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat plus 2x teng x bo'ladimi? To'g'rimi? Endi buni t deb belgilaydigan bo'lsak, buni t deb t kvadrat bo'ladi, bu t bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi biz mana shu yerda bitta bu misolda hiylasi bor, ya'ni kichkinagina siri bor. Buni hozirgi agar buni x kvadrat plus 2x teng t deb turib, buni t kvadrat plus 2t teng x deb qo'yadigan bo'lsak, bundan hech qanaqa mantiq chiqara olmaymiz bundan hozir. Hech qanaqa mantiq chiqmaydi bundan. Bunda nima bor? Bunda yashirin bitta joyi bor. Ikkala tomonga ham son qo'shamiz. Ya'ni to'la kvadratga kelishi mumkin bo'lgan sonni qo'shamiz. Mana bu narsa to'la kvadratga kelishi uchun necha qo'shishimiz kerak? 1 qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Shunda t kvadrat plus 2t plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Tushundingmi? Endi bu to'la kvadrat keldi. Bunga 1 qo'shganimizdan keyin bu 1 yo'q bo'lish uchun tenglikning narigi tarafida ham bitta 1 yozib qo'yishimiz kerakmi? Chunki tenglik ikkala tarafiga bir xil amal bajarishimiz kerak. Ya'ni ikkalasiga ham qo'shishimiz yoki ikkalasiga ham bo'lishimiz yoki ayirishimiz mumkin, to'g'rimi? Shunda 1 qo'shib qo'yamiz. Endi bu t plus 1 ning to'la kvadratiga to'ladimi? Teng x plus 1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Shu yerda t ning o'rniga x kvadrat plus 2x olib kelamiz. X kvadrat plus 2x plus 1 to'la kvadrati teng x plus 1. Mana bu ichidagi narsa ham to'la kvadrat. Tushundingmi? Ko'rlaring, ichidagi narsa ham to'la kvadratga kelib qoladi. Ya'ni x plus 1 ning kvadratining kvadrati bo'lgani uchun 4-darajasi bo'lib ketadi, to'g'rimi? Teng x plus 1 bo'lyapti. Shu x plus 1 ni bir tarafga o'tkazib olsam, minusda x plus 1 bo'ladi, teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Bitta x plus 1 tashqariga chiqarib yuboraman. X plus 1 ko'paytirilgan
x plus 1 ko'paytirilgan x plus 1 ning to'la kubi minus 1 teng 0 ga. Bundan kelib chiqadi, mana bundan x teng minus 1 ligi, ya'ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, bitta yechim. To'g'rimi? Ikkinchi yechim mana buning ichidan kelib chiqadi, ya'ni x plus 1 ning to'la kubi teng 1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi ichidagi narsa bizda toq daraja bo'lgani uchun ichidagi narsa ham faqat 1 bo'la oladi, to'g'rimi? Agar juft daraja bo'lganda ichidagi narsa minus 1 bo'lishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Chunki minus 1 ning juftinchi darajasi musbat 1 chiqadi, to'g'rimi? Lekin bu toq daraja bo'lgani uchun ichkaridagi narsa faqat musbat 1 chiqishi kerak. Ya'ni x plus 1 imiz faqat 1 ga teng bo'lishi kerak. Bundan faqat x teng 0 ga kelib chiqadi. Demak, bizda bitta yechimimiz minus 1, ikkinchi yechimimiz esa 0 ga teng. Tushundingmi? Ya'ni o'sha ba'zi misollarda o'shaqa sonlar qo'shib yorishligi bilan bo'ladi. Chunki misol qanday yaratiladi? Masalan, bitta o'zi asosiy yechim yoki asosiy ko'rinishdagi misol olinadi. U yo'q bo'lgandan keyin oxirgi misol olib kelib qo'yiladi. Sizlar o'sha yo'q bo'lib ketgan sonlarni yoki paydo qilinishi kerak bo'lgan raqamlarni qo'shib qo'yib turib, o'zlaringga moslab ishlab ketaverasizlar. Tushundingmi? Ya'ni o'shaqa son qo'sh ideyalarini ham qo'shishlaring kerak. Tushundingmi? Bo'ldi, tushunarli bo'lgan bo'lsa, doskani yozinglar. Davom etamiz o'quvchilar. 105-misolga qaraymiz. Xuddi o'sha boshqa ishlagan misollarimizdan bir xil, ya'ni bir xil deganda qanday aytaman? Har doim qanaqadir yechimi bo'ladi, buni ishlashning yo'li bo'ladi. Ya'ni ko'paytirib ko'rish kerak yoki son qo'shib ko'rish kerak yoki bir nimanidir chiqarishga harakat qilish kerak. Chunki misolda ichida baribir chiqadigan nimadir bo'ladi. Ya'ni o'xshash sonlar bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Qaranglar. Mana bu x bizga xalaqit beradi. Chunki 3 taqsim x bo'lsa, qanaqadir bir o'xshashlik keltirish biroz qiyin. Shuning uchun bu x ni shunchaki ikkala tarafga ham ko'paytiramiz. Bu mahrajdagi x ni yo'q qilish uchun va o'sha har doim aytadigan gapim shartini olib qo'yamiz. X teng emas 0 degan. Tushundingmi? Agar mana bu yerda qanaqadir ifoda turganda, o'sha ifodani 0 ga teng emas deb olib ketardilaring. Tushundingmi? Endi buni ko'paytirib olsak, 16x ning 4-si minus 24x ning kubi minus 2x plus 3 teng 0 degan 4-darajali tenglamaga keladi. Xo'p, endi bu yerda chiqarib yuboradigan narsalar bor. Ya'ni qarashimiz mumkinki, mana bu ikkalasini bitta guruh qilib, mana bu bilan buni esa ikkinchi guruh qilib olsak bo'ladi. Ya'ni 16x ning 4-si minus 2x deb minus 24x ning kubi plus 3 ni bitta guruh qilib olsak bo'ladi. Ya'ni bu ikkalasi alohida guruh, bu ikkalasi alohida guruh. Xo'p, bunisidan 2x ni chiqarib olamiz. 8x kub minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? 2x chiqarsak minusda bundan shunchaki 3 ni chiqaramiz. 3 ni chiqaradigan bo'lsak, 8x ning kubi minus 1 teng 0 degan tenglamaga keladi. Tushundingmi? 8x ning kubi minus 1 bu yerda umumiy ikkalasi uchun ham. Shundan bitta tashqariga chiqarib olamiz. 8x ning kubi minus 1 ko'paytirilgan 2x minus 3 teng 0 ga. Har doim aytganimda ikkala qavsni ham 0 ga tenglaymiz. Xo'p, buni 0 ga tenglasak, 8x ning kubi minus 1 teng 0, 2x minus 3 teng 0 ga. Bundan x kub teng 1 taqsim 8, bundan x teng 3 taqsim 2 ga chiqadi, to'g'rimi? Buniki bizda aytganimdek, kubik daraja bo'lgandan keyin agar ishorasi mana bu yerda musbat bo'lsa musbatni, manfiy bo'lsa manfiysini chiqaramiz. Bizda musbat bo'lgani uchun musbatini olamiz, ya'ni x teng 1 taqsim 2 nikini faqat. Chunki 1 taqsim 2 ni kubi faqat 1 taqsim 8 bo'ladi. Agar u manfiy bo'ladigan bo'lsa, kubinchi darajada manfiy chiqadi. Tushundingmi? Ya'ni toq daraja bo'lgani uchun. 1 taqsim 2 va 3 taqsim 2 bizda yechimlar ekan. Tushundingmi? Yechimlarimiz xuddi shu. Xo'p, endi 110 ga qaraydigan bo'lsak, 110 da bunda qaraydigan bo'lsak, biror sonni chiqarib ko'rishlik ehtimoli, ya'ni topish juda ham qiyin bo'lib ketadi, to'g'rimi? Masalan, o'xshashi yo'q-da, masalan, bu bilan buni chiqaradigan bo'lsak, mayda 19 toq son, undan tub son daraja. Bundan hech nima chiqmaydi, 1 yoki 19 chiqadi. Shunda qaranglar, kubik tenglamani o'tgan safar bitta zo'r ishlash usulini aytgandim. Ya'ni ozod xatni bo'luvchilaridan qidiramiz. Ozod xat 1 bizda, to'g'rimi? Buni bo'luvchilar nechilar bor? Butun sonlardan 1 bor yoki -1 bor, to'g'rimi? 1 qo'yib ko'ramiz. Agar 0 bo'lib chiqsa, 1 qo'yganimizda ifoda x 0 ga 1 qo'yganimizda ifoda 0 bo'lib chiqsa, unimiz x minusda o'sha qo'ygan a sonimizga o'xshagan ko'paytma chiqadi degan. Tushundingmi? Har bitta oraliqqa mana shunday ko'paytmaga keltirib olsak bo'ladi degan. Endi 1 qo'yadigan bo'lsak, 19 bo'ladi, to'g'rimi? 1 ning kubi chunki 1. Plusda 12 ko'paytirilgan bu ham 1 bo'lib ketadi. Minusda bu 6 bo'ladi. 1 qo'ysak plus 1. Bu necha bo'ladi?
minus 5, 7, 26 bo'ladimi? To'g'rimi? 26 bo'ladi. Bu esa 0 ga teng emas. Demak, biz 1 da olmaymiz. Minus 1 ni qo'yib ko'ramiz. Minus 1 ni qo'yadigan bo'lsak, minusda 19, plyusda 12, plyusda 6, plyusda 1. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 0 chiqadi. Sababi mana bu 19 ga teng. Bu minus 19. Ikkalasini yondasa 0 bo'ladi. Endi bizda minus 1 bo'ldi-ku, demak ayimiz o'sha qo'ygan sonimiz minus 1. Demak, ko'paytmadan x plus 1 degan ifoda ajralib chiqadi. Tushundingmi? X plus 1 degan ifoda. Endi buni qanday qilamiz? Son mana bu birinchi koeffitsient turibdi. Birinchi koeffitsiyentni hech nima ajratmaymiz. Uni shunchaki yozamiz. 19 x ning kubi. To'g'rimi? Qaraydigan bo'lsak, x plus 1 chiqishi uchun biz mana bu keyingi xat bilan o'xshash xat bilan 19x kvadratni chiqarib olishimiz kerak tashqariga, to'g'rimi? 19x kvadrat plus 19x kvadrat yozamiz. Sabab 19x kvadrat tashqariga chiqarsam, qavs ichida x plus 1 paydo bo'ladi. To'g'rimi? Lekin men aytdim 12x kvadrat edi-ku menda. 12x kvadrat keltirish uchun bundan nechtani ayirib tashlayman? Minus 7 da x ning kvadratini ayirib tashlayman. To'g'rimi? Undan keyingi son musbat kelishi uchun, ya'ni x plus 1 chiqishi uchun minusda necha bo'lish kerak bundan? 7x bo'lish kerak, to'g'rimi? To'g'rimi? Chunki 7x ni chiqarib tashlasam, tashqariga qavs ichida x plus 1 qolib ketadimi? 7x bo'ldi. Endi 7x bo'lgandan keyin menda 6x ku-da minus. Bitta yo'q qilishim uchun plus x yozishim kerak va oxirida 1. Qaraydigan bo'lsak, oxirida o'zi x plus 1 qolib ketdi. Biz chiqarmoqchi bo'lgan raqam. Tushundingmi? Ya'ni bu mana bu x plus 1 topganimiz bu yashirin ko'paytmasida buni. Ya'ni sondan shunaqa ko'paytma bo'lgan, ichkariga ko'paytirib oxirgi soddalashgan holda mana shu bo'lgan. Demak, u soddalashmasdan oldingi holga qaytarishimiz uchun mana shu ko'paytuvchisini topishimiz kerak butun bo'lishlarni. Tushundingmi? Endi har boya chiqarib olamiz hammasidan x plus 1 ni. Qavs tashqarisiga birato'la. Mana bundan 19x kvadrat chiqaruvdik. Yozamiz. Mana bundan minus 7x chiqaruvdik. Mana bundan 1 o'zi turadi. To'g'rimi? Teng 0. Hop. Qaraydigan bo'lsak, mana buni ildizi, diskriminanti nimaga teng diskriminanti? 49 minusda 19 kara 4. Bu 0 dan kichkina, to'g'rimi? 0 dan kichkina. Demak, bu bo'sh to'plam bo'ladi-da, ifodamiz, kvadrat tenglamamiz. Har doim bo'sh to'plam bo'lsa, har doim 0 dan katta bo'larmidi? To'g'rimi? Ya'ni ifodani qiymati kvadrat tenglama agar bo'sh to'plam bo'ladigan bo'lsa, u har doim musbat bo'ladi. Shunchaki tashlaveramiz. Buni demak 0 ga erishtiradigan hech kim yo'q. Bitta bizda mana bu qolyapti. Ya'ni x plus 1 0 ga teng qiymat qolyapti. Bundan x teng minus 1 ligini olamiz. Demak, bizning tenglamamiz yechimi bitta yechimiga, ya'ni x teng minus 1 degan yechimiga ega. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'sha masalan kubik tenglamada bunaqa ko'paytuvchisi ajratish bitta topolmadlaringmi? Mana shu oxirgi o'zgarmas hadidan, ya'ni o'zgarmas oxirdagi sondan bo'luvchilarni topaverasizlar, butun bo'luvchilarni. Masalan 1, minus 1, 2, minus 2 shunaqa bo'lsa. Tushundingmi? O'shalarni qo'yib ko'rasizlar, qaysi biri qanotlantirib 0 chiqaradigan bo'lsa, o'sha boya aytgandek mamlat ko'rinishdagi sonni chiqarib olasizlar ko'paytuvchiga ajratib. Mana ketma-ketlikda. Tushundingmi? Bo'ldi, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bemalol doskaga yozsalaring. Oxirgi misolni ko'ramiz. Xolos o'quvchilar, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Agar sizga bugungi mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Va sizlarga o'qishingizni omad tilayman. Xayr, salomat bo'ling.